Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanaliga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizning 22-dars. Mavzuyimiz ko'p xonali sonlarni qo'shish va ayirish. 69-betni ochsangiz, u yerda bizda 11 va 12 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda ishlab ko'ramiz. Qani ketdik. 11-vazifamizni o'qiymiz. Hisoblang va to'q sportning qiziqarli, biroq murakkab turi nomini bilib oling. Xo'sh, bizda 8 ta masalamiz bor. Biz bularni hozir yozib olamiz. Ya'ni mana bu 1, 2, 3, 4. Xo'sh, mana bu 5, 6, 7 va 8. Xo'sh, demak, birinchi naqamizni yozib olamiz. Ya'ni e'tibor bering. Buni biz hozir ko'paytirganda kalamizga ko'paytirib ko'ramiz. Ya'ni yozganimizda 70 kara 8 plus 9 kara 90. E'tibor bering, mana bu yerda nolimiz turibdi, 70 kara 8. Mana shu nolni umuman yo'q deb o'ylaylik. O'shanda nechi bo'lar ekan? 7 kara 8. 7 kara 8 bizda 56 bo'ladi. Endi nolimizni qaytaramiz va tevaga shu nolni qo'shib qo'yamiz. Ya'ni javobi 7 kara 8 56 bo'lgan bo'lsa, nolimizni qo'shsak 560 bo'ladi. Xuddi shuni bu yerda qilamiz. 9 kara 9 qilamiz. 0 ni hisoblamay turamiz. Shunda javobi 81 bo'ladi. 81 ga bitta oxirgi 0 qo'shsak 810. Endi bir-biriga qo'shamiz shularni. O'shanda 560 qo'shilgan 810 bo'ladiki, tagida ishlab ko'ramiz. Misol 810 plus 560. Nollarimiz tushadi. 1 plus 6imiz 7, 8 plus 5imiz esa 13. Javobimiz 1370. Xo'p, 1370 ni topamiz bu yerda. Xo'sh, mana bu yerda 1370 imiz bor va buni tagiga biz a ni yozib qo'yamiz. A deymiz. Bu yerda 1370. Xo'sh, ikkinchisini ishlaymiz. Ikkinchisida xuddi shunday qilib ishlab ko'ramiz. 30 ni 8 ga ko'paytirar ekanmiz. 30 ni 8 ga, keyin minus 50 ni 4 ga. Bu yerda ham 0 ni hisoblamay turamiz. Olib turamiz, ha. Shunda 8 kara 3 imiz 24, tevaga 24 yozib qo'yamiz va yoniga 0 ni qo'shib qo'yamiz. Bu yerda 5 kara 4 imiz 20, yana yoniga 0 qo'shib qo'ysak 200 bo'ladi. Shunda 240 minus 200 kalamizni ham hisoblasak bo'ladi-a buni. Javobi bizda 40 bo'ladi. Xo'sh, 40 ni topib ko'ramiz bu yerda. 40imiz mana bu yerda turibdi va buni tagiga biz i harfini yozib qo'yamiz. Bu yerga esa 40 deb qo'yamiz. Xo'sh, uchinchisi 70 kara 70. 70 kara 70. Keyin plus 20 kara 3. Bu yerda ham mana 0 ni hisoblamay turamiz. Shunda 7 kara 7 bo'ladi. 7 kara 7 bizda 49 ni beradi. 49 ni yozamiz tevasiga va yoniga endi bitta 0 qo'shmaymiz-ku. Qarang, bizda ikkita 0 turibdi-ku. Shunga ikkita 0 qo'shib qo'yamiz. 4900 bo'ladi. Bu yerda esa 20 kara 3, 20 ni hisoblamay tursak, 2 kara 3 imiz bizda 6 bo'ladi. Yoniga 0 qo'shsak 60. Shunda 4900 ni 60 ga qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni ham kalamizda ishlasak bo'ladi, ha? Javobi bizda 4960. Qiyin emas, shoshilmasdan qarab turing. Xo'p, men ozgina tezroq yozayotgan bo'lishim mumkin-u, lekin savolimiz hozir qiyin emas, ha? Xo'p, tevaga yozib olaylik. 4960 bormi? 4960 bor. Uchinchisining javobi bizda 4960 bo'ldi va uni tagiga z harfini yozib qo'yamiz. Xo'p, 3 bo'ldi. Endi 4 ni ishlaymiz. 60 kara 90. 4 deymiz. 60 kara 90 va 80 kara minus 80 kara 5. Xo'sh, bu yerda ham endi 6 ni 9 ga ko'paytirib olsak, bo'ladi bizda 54. 54 oldiga 2 0 qo'shamiz. 5400 bo'ladi. 8 kara 5 imiz 40 bo'ladi. Yana bitta 0 imizni qo'shsak 400 bo'ladi. Shunda 5400 minus 400. Buni ham kalamizda ishlasak bo'ladi, qiyin emas. Javobi bizda
500. Xo'sh, 500 ni tagiga biz, hop, 4-inchisi bizda 500 bo'ldi. Va 500 sonni tagiga biz L harfini yozib qo'yamiz. L. Qani nechasi o'tib ketib qolmadimi? Hop, 40imiz 2 ta ekan, mana bu yerda ham 40 bor ekan. Buni tagiga i ni yozib qo'yaylik. Xo'sh, yaxshi, mayli. 5-inchisini ishlaymiz. 5-inchisi bizda nima ketyapti ekan? 3 + 7 qavs ichida bo'lyapti. 3 + 7 ko'paytirilgan 22 ga. Xo'sh, qavsning ichidagini birinchi ishlaymiz. 3 + 7 miz bizda 10 ni beradi. 10 ni 22 ga ko'paytirish ham juda oson. Bu degani 22 ni yozib qo'yamiz va oxiriga bitta 0 ni qo'shamiz. Javobi 220 bo'ladi. 5-inchisining javobi 220 va 220 ni tagiga M harfini yozamiz. Xo'p, bu yerga M harfini yozdik. 6-inchisi 25 minus 5 ko'paytirilgan 40 ga. 40midi? 140 ekan. 140 ga. Shunda 25 minus 25imiz 20 bo'ladi. Va 20 ni 140 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, kalamiz ham ishlasak bo'ladi-yu, lekin keling, pastda ishlab ko'ramiz buni. Xo'p, 140 deb yozmaymiz, 14 ni o'zini yozamiz. Ko'paytiramiz 20 ga emas, faqat 2 ga. Shunda 4 kara 2 imiz 8 bo'ladi. 2 kara 1 imiz 2. Tevaga endi mana 140 oldiga 0 qo'shamiz va 20 ni oldiga 0 qo'shamiz. 2 0 qo'shgan bo'lsak, tagida javobga ham 2 0 ni qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunda javobi bizda 2800. Xo'sh, 2800 bizda bor. 2800 tagiga N harfini yozar ekanmiz va buni tagiga N deb qo'yamiz. Xo'p, oxirgisi qoldi, shu bilan. Yo'q, oxirgisi emas, yana ikkita bor ekan. 5 kara 57. 5 kara 57 plus necha ekan? 5 kara 3. Xo'sh, 5 kara 3 ni kalamizda ishlasak bo'ladi. 5 kara 3 imiz bizda 15 bo'ladi, lekin 5 kara 57 ni kalada ishlab bo'lmaydi. Bo'ladi-yu, qiyinroq. Xo'p, keyin yozamiz. 57 ni 5 ga ko'paytirsak, 7 kara 5 imiz 35, 5 ni yozib 3 ni eslab qolamiz. 5 kara 5 imiz 25, 3 imizni qo'shsak 28 bo'ladi. Ya'ni 285. Endi 285 ni 15 ga qo'shib qo'ysak, buni ham kalada ishlab ko'rsa bo'ladi-yu. Mayli, keyin buni to'liq qilib yozaylik. 5 + 5 imiz 10, 1 ni eslab qolamiz. 8 + 1 imiz 9, 1 imizni qo'shsak u ham 10 bo'ladi va 2 + 1 imiz 3, ya'ni 300. Xo'sh, oxirgisi qoldimi? 8-inchisi. 8-inchisiga joyimiz qolmadi. Qani, tevaga yozib ketar ekan mana. Xo'p, buni javobi bizda hozir 300 chiqdi. 300 ni topib qo'yamiz. Xo'p, mana buni javobi bizda 300 va 300 ni tagiga P harfini yozib qo'yamiz. Javobimiz ham chiqib qopti-ku. 8 ishlamasak ham bo'lar ekan-a. Mayli, keling ishlab qo'yamiz buni ham. Xo'sh, 8 ni men tevaga yozib ketaman. 6 kara 14 ni plus 6 kara 16 barobar tagiga hisoblab ketamiz. Shunda 6 kara 14 imiz bizda. Qarang, buni qanaqa qilib ishlasa bo'ladi? Oson yo'li. E'tibor bering, bu yerda 6 ni 14 ga qo'shilyapti, ko'paytirilyapti. Bu tarafda esa 6 ni 16 ga. Biz bu narsani ozgina boshqacha qilib yozsak bo'ladi. 6 ni yozamiz, ko'paytiramiz va qavs ochamiz. Lekin qavsning ichiga endi faqat ikkita son yozamiz. Bular 14 plus 16. O'shanda ham javobimiz bizda chiqadi. Bu qulay usul bilan ishlash yo'li ozgina qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin o'rganib olsangiz, keyinchalik shunday qilib ishlashingiz bo'ladi. Ko'ryapsizlar, ikkita tarafda ko'paytirish turibdi, ikkita tarafda ham sonimiz bir xil, ikkalasi ham 6. Shunga shu 6 ni qavs tashqarisiga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Ko'paytiramiz va qavs ichida faqat 14 bilan 16 qoladi. 14 ni 16 ga qo'shsak bizda 30 bo'ladi. Endi qarang, 6 ni ko'paytirsak 30 ga,
Kallamiz ham ishlasa bo'ladi. 6 kira 3imiz bizda 18. Oxiriga 0 qo'shib qo'ysak 180 bo'ladi. Xo'sh, bu yerda bizda 180 deymiz, lekin harflarimiz tugagan. Shunga bu harfni ishlatmaymiz. Va bizning javobimiz alpinizm sport turi bo'lar ekan. Shoshilmasdan yaxshilab qarab, daftaringizga chiroyli qilib yozib oling. Keyingi vazifadan o'tishdan oldin hozir albattagina kanalimizga qo'shiling, videorolikimizga like-ni bosib qo'ying. Biz esa 12-chi vazifamizni boshlaymiz. Juda ham bitta qiziqarli vazifani topib ko'rdim men internetda va bu vazifani Telegram obunachilarimizga berib ko'rdim. Juda ham ko'pchilik ishladi bu vazifani, lekin ko'pchilik xato bilan ishlagan. Ya'ni mana bu yerda berilgan rasmimizda nechta uchburchak borligini aniqlashingiz kerak bo'ladi. Rosa ham ko'p bolalar yozishdi, xato qilishdi, nimaga xato qilishganini tushunmay qolishdi. Shunga o'zingiz ham ishlab ko'ring. Osonmikin yo qiyinmikin? Agar javobini topsangiz, Telegramga kirib albatta yozib ham qo'ying. Topa olmasangiz ham xavotir olmang. Telegramimizda javobi o'sha chiqib bo'lgan. Bemalol tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Eslatib o'taman, Telegram kanalimiz bizni Sanur Maktab. YouTube va Telegram kanalimizga qo'shilgan bo'lsangiz, biz 12-vazifamizni o'qiymiz. Chimyondagi kanat yo'lining uzunligi 800 metr. Beldersoydagi kanat yo'li undan 1400 metr uzun. Har bir kanat yo'liga o'z uzunligidan 2 marta uzunroq arqon kerak bo'ladi. Bu yo'llarning ta'mirlash uchun 9000 metr arqon sotib olindi. Ta'mirdan keyin necha metr arqon ortib qoladi. Demak, bizda kanatimiz bor ekan va uning uzunligi 800 metr. Xo'sh, birinchi so'zimiz bizda Chimyon. Chimyonda 800 metr kanat bor. Keyin Beldersoy. U yerda kanat 1400 metrga uzunroq va har bir kanatimizga 2 martadan uzunroq arqon kerak bo'lar ekan. Ta'mirlash uchun bizda 9000 ta arqonimiz bor. 9000 metr, ha? Xo'sh, qanday qilib yozsak bo'lar ekan? Birinchi o'rinda Chimyon deymiz. Xo'sh, Chimyonda bizda 800 metr yo'limiz bor ekan. 800 metr. Keyin Beldersoy. Ikkinchisi esa Beldersoy. U yerda bizda noma'lum, lekin kanat yo'limiz u yerda 1400 metrga ko'proq Chimyondan. Har bir kanat yo'liga o'z uzunligidan 2 marta uzunroq arqon kerak bo'ladi. Xo'sh, qanday qilib yozsak bo'lar ekan? Xo'sh, arqon deymiz. Arqonimiz 2 marta ko'p deylikmi? 2 marta ko'proq bunga va bunisiga. Bu yo'llarning ta'mirlash uchun 9000 arqon sotib olindi. Demak, bizga sotilgan arqonimiz, ya'ni ta'mirlash uchun bizda 9000 metr arqonimiz bor. Ta'mirdan keyin necha metr arqon ortib qoladi? Endi hisoblar ekanmiz. Birinchisi, biz Beldersoyda necha metr yo'lini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Chimyonniki 800 metr bo'lsa, Beldersoyniki 1400 metrga ko'proq ekan. Xo'p, uzunroq bo'lsa, ko'proq bo'ladi. Birinchi o'rinda nima qilar ekanmiz? Biz sizlar bilan 1400 ni 800 ga qo'shib olamiz. Qani kattalashtiraylik. Shunda nollarimiz tushib keladi bizga. 0 va 0. 8 plus 4imiz 12. Birni eslab qolamiz. 1 plus 1imiz esa 2. Ya'ni Beldersoyning yo'li bizda 2200 metr ekan. Beldersoymidi? Qanaqa aytmoqmi? Beldersoy. Xo'sh. Endi bizda har bitta yo'lga 2 marta ko'proq arqon kerak bo'lar ekan. 2 marta ko'proq Chimyondan va 2 marta ko'proq Beldersoy yo'lidan. Bu degani biz 800 ni birinchi vazifamiz. 800 ni 2 ga ko'paytiramiz.
Keyin 2200 ni 2 ga ko'paytiramiz. Shunda qancha arqon ketishini aniqlab olamiz. Demak, 2 deymiz. Kalamizni ishlab ko'rsak bo'ladimi? Qarang, 800 ni 2 ga ko'paytirsak. 800 ni 2 ga ko'paytirsak, 0 ni hisoblamaymiz, faqat 8 ga ko'paytiramiz. 8 kar 2 miz bizda 16 va yoniga ikkita 0 ni qo'shib qo'yamiz. Demak, bizda chimyonga 1600 metr arqon ketar ekan. Uchinchisi esa endi hozir 2200 ni 2 ga ko'paytiramiz uni ham. Xo'p, 2 ga ko'paytirganda ko'paytirsak bo'ladi. 2 kar 2 miz 4, 2 kar 2 miz 4. Tevadan ikkita 0'imizni tushirib qo'yamiz. Shunda bizda Beldersoyga 4400 metr arqonimiz ketar ekan. Xo'p, mana bu bizda keling arqon deymiz. Arqon bu ham arqonimiz. Xo'sh, savolimiz bizda qanaqa edi? Ta'mirlash uchun 9000 metr bizda ajratilgan. Xo'sh, qani yaxshilab qaraylikchi. Xo'p, qarang. Bizda arqonimiz birinchisi 1600 metr, ikkinchisi 4400. Jamini topamiz. Jami uchun biz 4 qilib 4400 ni 1600 ga qo'shib olamiz. Shunda 0 lar tushib kelsa, 4 plus 6 miz 10, 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 4 plus 1 miz 5, 1 mizni qo'shsak 6 bo'ladi. Ya'ni bizda 6000 metr arqon kerak bo'lar ekan. Bizda bu yo'llarni ta'mirlash uchun 9000 ta arqonimiz bor. 9000 metr. Biz endi 9000 dan minus 6000 qilishimiz kerak bo'ladi. 5-inchisi deymiz 9000. Hatto yozmasak ham bo'ladi-yu, kalida ishlab ko'rsak bo'lardi. Mayli. 0 0 0 9 minus 6 miz 3. Ya'ni ta'mirdan keyin bizda ya'ni 3000 metr arqonimiz qolar ekan. Javob bizda 3000 metr arqonimiz qolar ekan. Shoshilmasdan, chiroyli qilib daftaringizga yozib oling. Shu bilan bugungi darsimiz tugaydi. Video roligimiz yoqgan bo'lsa, sizdan bitta like, kanalimizga qo'shiling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.